Islom sivilizatsiyasi Markaziy Osiyo hududidan nafaqat diniy hayot, balki ilmiy fan, san'at, me'morchilik va madaniy tafakkur taraqqiyotida kuchli ta'sir ko'rsatgan muhim tarixiy jarayon sifatida shakllangan. Bugun ushbu boy merosni chuqur ilmiy asosda o'rganish, uni zamonaviy tafakkur bilan uyg'un holda talqin etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Assalomu alaykum. Siz Markaz obyektivida ko'rsatuvining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Bugungi dasturimizda Markaz muzey ekspozitsiyasining boshqa muzeylardan farqli jihatlari, uning tarixiy, ilmiy, madaniy ahamiyati haqida atroflicha fikr yuritamiz. Mavzu yuzasidan xolis va chuqur tahliliy xulosalar chiqarish maqsadida studiyamizga san'atshunoslik fanlari doktori, O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi Kamol Akilovani taklif etganmiz. Kamol opa, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Kamol opa, mana san'atshunos sifatida markaz ekspozitsiyasini qurilishidan tortib, bu ichki kontentini boyitishda ham juda ham bir samarali mehnatlarni amalga oshirdingiz. Umuman olganda bu muzey ekspozitsiyasi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini muzeyi boshqa muzeylardan nimasi bilan farq qiladi? Mana ko'p davlatlarda xizmat safarlarida bo'lasiz, ko'plab muzeylarni ko'rasiz. Umuman bizni ichki konsepsiyamiz qanaqa, bir maqsadlarni ko'zlagan, shular haqida bir fikr, mulohazalarni bildirsangiz. Avvalambor mana shu Islom sivilizatsiya markazini yaratilishi bu o'zgacha juda ham bir katta mega loyiha. Va albatta bu yerda biz davlat rahbarini hissalari haqida, ularni g'oyalari bo'lgani haqida gapirmasligimizga iloji yo'q, chunki mana shu g'oya mana bunday bir muhtasham boshqa muzeylardan, boshqa markazlardan ajralib turadigan bir markazga aylanishini hozir guvohi bo'lyapmiz. Va albatta muzey qismi, muzey ekspozitsiyasi bu markazni bir qismi, chunki bilamizki, uni qismida kutubxona, restavratsiya laboratoriyalari, bolalar zonasi va hokazo turli tuman yo'nalishlarni biz ko'rishimiz mumkin. Agar aynan biz mana shu muzey ekspozitsiya haqida gapiradigan bo'lsak, mana bilamizki, jahonda turli islom san'ati muzeylari bor. Masalan, Birlashgan Arab Amirligida yoki Malayziyada yoki mana bilamizki, turli tuman katta jahon muzeylarida islom san'atiga bag'ishlangan ekspozitsiyalar ham yo'q emas. Lekin aynan islom sivilizatsiya markazini muzey ekspozitsiyasi bu ekspozitsiyalardan farq qiladi. Nimada? Birinchidan konsepsiyasida. Chunki bu yerda biz nafaqat islom davrini olyapmiz, biz islomdan avvalgi bo'lgan davrni olyapmiz va bu juda ham muhim, chunki biz ko'rsatyapmizki, islom sivilizatsiyasini negizi bu oldingi asrlar, oldingi davrlarga borib taqaladi va u yerdagi qandaydir mana ko'ryapmizki, falsafa yoki qandaydir umuman ma'naviy tushunchalar o'sha qadimgi zamonda paydo bo'lib shakllangan va islom sivilizatsiyasiga bir qandaydir turtki bergan desak ham bo'ladi. Chunki mana masalan ilgari aytishardiki, islom sivilizatsiyasini bizga arablar olib keldi. Bu albatta uncha to'g'ri emas. Nima uchun? Mana Markaziy Osiyo mintaqasi islomdan avvalab judayam bir noyob sivilizatsiyaga ega bo'lganini mana shu muzey ekspozitsiyasi ko'rsatadi. Va albatta islom dini kirib kelgandan keyin mana shu sivilizatsiyani hamma jabhalari, ilm fanni olamizmi, madaniyat, san'atni olamizmi, urf-odatlarni olamizmi, falsafiy izlanishlar, bular hammasi yanada ham yuqori bosqichga ko'tariladi. Demak, mana agar biz muzey ekspozitsiya haqida gapiradigan bo'lsak, birinchidan mana shu konsepsiya jarayonini shakllanganligi va boshqa muzeylardan farq qilinishi. Ya'ni o'sha sivilizatsiyalar, shaxslar, kashfiyotlar degan konsepsiya bir butunlikda bu yerda o'z aksini topyapti. Albatta, va bu juda ham muhim. Nima uchun? Agar yana bitta o'ziga xos bo'lgan jihati, agar biz mana boshidan oxirigacha muzey ekspozitsiyani ko'radigan bo'lsak, biz u yerda juda bir buyuk shaxslarni, ularni mana shu davlatchilikni rivojlantirishga qo'shgan hissasini, shu bilan birgalikda mana shu tarixda juda ham bir katta voqealarni bo'lishiga sababchi bo'lganini
yoki boshqa tomondan qarayapmizki, mana shu inson tushunchasi qadimgi zamondan o'sha qadimgi petrogliflarni olamizmi, mana oxirgi mana shu ekspozitsiyagacha baribir ham siyosatni, davlatchilikni bir juda asosiy tamoyili desak ham bo'ladi va bu har bir ekspozitsiya bo'limida juda ham sezilarli. Yana bitta boshqa jihati, bunday muzey hozirgi kunda nafaqat Markaziy Osiyoda, balki Yevrosiyoda ham yagona desak bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu yerda mana shu oxirgi zamonaviy innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan. Chunki biz hozir 21-asrda yashayapmiz. Albatta, 21-asrni muzeylari 20-asrni muzeylaridan farq qiladi. Nima uchun? Chunki tarix rivojlangan sari jamiyat o'zgarib boradi, tafakkur o'zgarib boradi va albatta bu yerga kelgan yoshlarimiz o'ziga qandaydir juda ham kerakli ma'lumotlar va shu bilan birgalikda o'zini kelajagini qurishda qandaydir juda ham turtki bo'ladigan omillarni ko'rish kerak va bu yerda bor. Ilm fan bilan agar masalan birinchi Renessans bo'limida tanishadigan bo'lsak, qanday mana buyuk olimlar o'tgan va ular mana shu yerda Markaziy Osiyo mintaqasida tug'ilib, shakllanib, umuman jahon ilm faniga o'zlarining hissalarini qo'shgan. Va bu yerda biz matematika, astronomiya haqida gapirishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda falsafa yoki mana masalan mantiq, logika haqida gapiradigan bo'lsak, ularni fikr yuritishi juda ham qiziq. Albatta, ilm fanni rivojlanishi bu ekspozitsiyada hammasi namoyon qilingan. Ta'lim sohasiga borib taqaladi va biz ko'ryapmizki, demak, islom sivilizatsiyasida ta'lim sohasi ham juda ham bizga hozirgi kundagi uni o'rganadigan jabhalari juda ham ko'p. Yoki san'at madaniyatni oladigan bo'lsak, qanchalik iste'dodli hunarmandlar, me'morlar, rassomlar bu yerda ijod qilishgan va bular hammasi mana shu islom sivilizatsiyasini turli qismlari desak bo'ladi. Va mana shunday ham ilm fanni ko'rish, ham san'at madaniyatni, me'morchilikni ko'rish, shu bilan birgalikda qandaydir mana shu falsafiy jihatlarini his qilish va albatta bu yerda agar e'tibor bersak, mana shu kelgan tashrif buyurgan turistlar bo'ladimi, o'zimizni fuqarolarimiz bo'ladimi, ularni mana shu psixologik jihatdan albatta mana shu muzey maskani ularga ta'sir qiladi va bu ham juda ahamiyatli deb bilaman. To'g'ri aytdingiz. Aynan keladigan tashrif buyuruvchi mehmonlarimizni fikrlari haqida shaxsan o'zim ham ko'p bora o'sha tashriflar davomida kuzatganman. Hattoki xalqaro ekspertlar tomonidan dunyoning 8-mo'jizasi sifatida ham bugun e'tirof etilyapti. Buni ham o'ziga xos taraflari bor. Mana o'zingizni kasbdoshlaringiz deymizmi, tarixchilarimiz, umuman olganda ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlarimiz bugun xalqaro miqyosda markaz haqida qanaqa fikrlarni bildirishyapti? Biz mana shu xalqaro xorijiy mamlakatlardan kelgan ekspertlar bilan mana o'zimiz ekskursiya ham olib bordik, tanishtirdik markaz bilan. Bilasizmi, ular hayratda qolyapti. Va kelmagan mutaxassislar eshitib yoki qayerda qandaydir ma'lumotni ko'rib, ularni qiziqishi juda ham katta. Nima uchun? Chunki albatta hayratda qoladi odam. Birinchidan juda ham bir katta maskan. Ikkinchidan noyob eksponatlar. Bu yerda original eksponatlar o'rin olgan va bu eksponatlar mana masalan Metropolitan muzeyida, AQShni oladigan bo'lsak, Britaniya muzeyida, Luvr muzeyida qo'yiladigan eksponatlarni darajasiga, talabiga javob beradigan eksponatlar. Ular noyob eksponatlar va ularni mana masalan ba'zi birlarini aytishimiz mumkin, ular boshqa davlatlarda ham yo'q. Masalan, AQShda Metropolitan muzeyida Saljuqiylarga bag'ishlangan juda katta ko'rgazma bo'lganda, ular turli davlatlardan eksponatlarni olishgan. Masalan, hozirgi kunda Islom sivilizatsiya markazi muzey ekspozitsiyasida bor Saljuqiylarga taalluqli eksponatlar u yerda bo'lmagan va ular albatta mana shu umuman Saljuqiylar imperiyasi haqida, madaniyati, san'ati haqida yanada ham ko'proq ma'lumot berardi deb o'ylayman. Yoki Temuriylar davrini oladigan bo'lsak, bu mana Temuriylar renessansi. Juda ham noyob eksponatlar ko'p. Yoki Boburiylarni davrini oladigan bo'lsak, bilasizmi, shunday bir payt bo'ldiki, mana shu 2020-yilda
Vashingtonda Smithsonian institutida Boburiylarga bag'ishlangan ko'rgazmani ochilishi haqida gap ketganda bizdan ham so'rashdi O'zbekistondan. Boburiylarga taalluqli sizlarda nima bor deb so'rashganda biz o'shanda faqat Sharqshunoslik institutida bitta ikkita qo'lyozma bor degandek javob qilgan edik. Nima uchun? Chunki unda bizda muzeylarimizda bunday eksponatlar yo'q edi. Hozir esa mana butun bir bo'lim Boburiylar davriga bag'ishlangan va juda noyob qilichlar, noyob qo'lyozmalar, noyob kashtachilik san'ati namunasi va hokazo. Har bitta bo'limda biz ko'ryapmizki, noyob eksponatlar bor. Va ekspozitsiya haqida gapirar ekanmiz, bu yerda juda alohida o'rin egallagan ayollarga bo'lgan munosabat. Nima uchun? Chunki bilamizki, har bitta hukmdor oldida judayam bir aqlli, zukko, judayam nafis ayol bo'ladi. Va albatta bular hammasi mana shu ayollarga bo'lgan munosabat, ayollarni o'qishga intilishi o'sha islom sivilizatsiyasida. Albatta bu judayam qiziqarli va bugungi kunga ko'p savollarimizga javob ham bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Mana shu tashrif buyuruvchilar kelganda nufuzli delegatsiyalarga bevosita o'zi hamrohlik qilganimizni ko'p bora kuzatganmiz. Ular tomonidan bildirilgan fikrlarni eng yodda qoladiganlarini aytsangiz. Bilasizmi, bu yerda mana shu juda ham nufuzli delegatsiyalar kelishdi, davlat rahbarlari bo'lishdi. Ular hammasi hayratda qoldi desak bo'ladi. Nima uchun? Ularda ham davlatlarida turli muzeylar bor. Bilamizki, mana masalan har bir davlatda o'ziga yarasha tarix aks etgan. O'ziga yarasha milliy muzey bo'ladimi, davlat san'at muzeyi bo'ladimi? Albatta, har bitta davlatni o'zini madaniy merosi bor, ilmiy merosi bor. Lekin mana bunday shaklda va regional jihatdan yondashuv hech qayerda yo'q. Chunki aynan islom sivilizatsiya markazida mana shu regional yondashuv orqali biz ko'proq o'zimizni ham o'sha milliy qadriyatlar deymizmi, milliy yutuqlarimiz deymizmi, ularni ko'rsatishga muyassar bo'ldik. Keyin mana masalan Qozog'iston Respublikasi prezidenti gapirganlarida aytdilarki, mana Toshkentda, O'zbekistonda bir ilmiy platforma yaratildi va bu platforma hammamizga xizmat qiladi. Va shu haqida Ozarbayjon Respublikasi prezidenti ham gapirdilar. Finlyandiya prezidenti kelib juda hayron bo'ldilar. Umuman hamma mana shu kelgan davlat rahbarlari juda ham markazga yuqori baho berishdi va hayratda qolishdi desak ham bo'ladi. Nima uchun? Hajmi juda katta. Bu kichkina muzey emas, bu markaz va markazda aynan biz nafaqat o'zimizni milliy tariximiz yoki milliy madaniyatimiz haqida gapiryapmiz. Biz Markaziy Osiyo madaniyatini ko'rsatyapmiz. Biz umum insoniy qadriyatlar haqida gapiryapmiz. Menimcha bu hamma xalqlarni, hamma davlatlarni birlashtiradi. Rahmat sizga. Kamol opa, bugungi mazmunli suhbatingiz va bergan ma'lumotlar uchun sizga tashakkur bildiramiz. Bugungi suhbatimizdan kelib chiqadigan muhim xulosa shuki, markaz muzey ekspozitsiyasi islom sivilizatsiyasini faqat tarixiy meros sifatida emas, balki bugungi va kelajak avlod tafakkurini boyituvchi tirik madaniy hodisa sifatida namoyon etmoqda. Ekspozitsiyadagi ilmiy aniqlik, badiiy yechimlar va zamonaviy taqdimot usullari tomoshabinni tarixni kuzatuvchi emas, balki uni anglovchi va baholovchi subyektga aylantiradi. Markaz muzeyi shu ma'noda milliy tarixiy xotirani mustahkamlash, islom madaniyatining Markaziy Osiyo va jahon sivilizatsiyasidagi o'rnini to'g'ri anglashda muhim ilmiy va ma'naviy platforma vazifasini bajaradi. Bu maskan o'tmish, bugun va kelajak o'rtasida mustahkam ma'naviy ko'prik bo'lib xizmat qilmoqda. Qadrli kuzatuvchilar, bugungi markaz obyektivida ko'rsatuvimiz orqali markaz muzey ekspozitsiyasining o'ziga xos jihatlari, tarixiy ahamiyati haqida atroflicha fikr yuritdik. Keyingi sonlarda yana dolzarb mavzular bilan uchrashguncha salomat bo'ling.